Ömrüm! Ay zo'rto'la, bejizga turkcha gapirmayapman. Hozir biz Istanbul turar joy majmuasidamiz, 85 kvadrat metrli xonadonimiz, ya'ni 4-qavatda joylashgan xonadonimizni hozir men sizlarga chiroyli qilib tanishtirib chiqaman. Narxi juda ham zo'r. Oxirida kuzatib tursanglar aytaman narxini ham. Xo'p, asosiy kirish eshigimizda bo'ladi. Kirganimizda o'ng qo'lda встроенный shkaflarimiz va tosh oynali dekor qismimiz bor va chap qo'lda birinchi xonamiz bilan tanishtiraman. Oshxonamiz bo'ladi. Ayollarimiz uchun juda ham ideal holatda turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Samsung texnikalari bilan umumiy jihozlangan va o'zini встроенный shkaflari, xolodilniklari, bu yerda bo'lsa balkon qismi ham bor. Juda ham kattagina, juda ham keng, kattagina shkaflari, tashqarida oynalari ham bor. Перегородкаlar qilingan. Bu yerda bo'lsa hamma oshxona texnikalari umumiy jihozlangan. Uyimizda teplый pol va bu yerda kontrollerlar bor. Har bitta xonamizda kontrollerlari joylashtirilgan. Xo'p, keyingi xonamizga o'tamiz. Chap qo'lda keyingi xonamizda mehmonxonamiz bo'ladi. Juda ham keng, kattagina, yaxshi turetskiy mebellarni joylashtirishgan. Bu yerda komodlari, kattagina televizorlari va balkonga chiqish uchun alohida yana eshigi ham bor. Poloslarimiz hammasi Eronniki, yaxshilari joylashtirilgan. Va yo'lida bizning umumiy yuvinish xonamiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Vannalari, hamma sharoitlari qilingan va yo'lga bo'ylab kelganimizda chap qo'lda 3-eshigimiz bu yosh bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli, shinam, hamma sharoitlari qilingan, shkaflari, ikkita kravatlari joylashtirilgan. Bu yerda bo'lsa master yotoqxonamiz, o'zining yumshoq kravatlari, televizorlari va orqada bu yerda bo'lsa bizning sanuzulimiz bor, yuvinish xonamiz alohida. Master yotoqxonamizning o'zini alohida yuvinish xonasi va shkaflari ham mavjud. Aziz o'rtoqlar, uyimizdan narxi keladigan bo'lsa, 162 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz. Sizlar bilan Nodiriylar bo'ldi. Hammalarga omad.